Ayollarda kechadigan menstruatsial siklni, ya'ni hayz siklini ko'ramiz. Hayz siklini ko'rishdan oldin biz anatomik tuzilishini bilib olishimiz kerak. Ya'ni ayollarda jinsiy a'zo tizimi. Ya'ni qin, bachadon nayi hamda bir juft tuxumdonlar bo'ladi. Endi bu hayz siklini normal kechish uchun gormonlar orqali boshqariladi. Gormonlar to'g'ri, normal holatda bo'lishi kerak. Gormonlarimiz gipotalamus, gipofiz, qalqonsimon bez hamda tuxumdondan ajraladigan gormonlar hisobiga boshqarilib turiladi. O'zi normada hayz sikli 21 kundan 35 kungacha bo'ladi. Kimdadir 25 kun, kimdadir 26 kundadir 30 kungacha bo'lishi mumkin. 35 kungacha normal holat hisoblanadi. O'rtacha ko'pchilik ayollarda hayz siklimiz 28 kunni tashkil etadi. Endi bu hayz siklining o'zini fazalari bor, ya'ni 28 kunlik hayz siklini oladigan bo'lsak, ya'ni 4 ta fazasi bor. 4 ta fazalarni ko'rib ketamiz. Ya'ni bu jarayon tuxumdonda amalga oshiriladi. Tuxumdonda gormonlar hisobiga amalga oshiriladi. Birinchi fazamiz bu hayz fazasi, ya'ni qon ketish bosqichi. Bu bosqich 1 kundan 5 kungacha bo'lishi mumkin. Bu bosqich bachadonning endometriy qavati ko'chib tushishi yuzaga keladi. Shuni hisobiga ayollarda 1-5 kun davomida qon kelish yuzaga keladi. Qon miqdori 150 millidan 250 milligacha bo'lishi mumkin. Keyingi bosqichimiz bu folikulyarning fazi. Ya'ni bu tuxumdonda kechadi. Tuxumdonda folikulyarlar yetilishi yuzaga keladi. Ya'ni ko'pincha bu har bitta tuxumdonda 1000 tadan oshiq folikulyar, balog'atga yetgan ayollarda 1000 tadan oshiq folikulyar bo'ladi. O'zi balog'atga yetmagan qizlarda folikulyarlar ko'p miqdorda bo'ladi. Shu balog'atga yetgandan keyin 1000 tagacha saqlanib qoladi. Bu har oyda bir marta bosqich bo'ladi, ya'ni bir oyda bir marta tuxum hujayra yetiladi. Ya'ni folikulyarning fazida, ya'ni tuxumdonda folikulyarlar yetiladi. Ya'ni folikulyar yetilishi 6-10 kungacha davom etadi. 6-10 kungacha. Endi bu davrda estrogen miqdori, ya'ni tuxumdondan ajraladigan estrogen miqdori oshadi. Hamda gipofizdan ajraladigan folikulyar stimullovchi gormon faollashadi. Folikulyar stimullovchi gormon bu tuxumdonda folikulyarlar yetilishini ta'minlab beradi. Estrogen gormoni bu bachadonni homiladorlikka tayyorlab berishini ta'minlovchi gormonimiz hisoblanadi. Endi keyingi fazamiz bu ovulyatsiya fazasi. Ovulyatsiya fazasida urug'lanish yuzaga keladi. Ya'ni bu fazamiz 11-kundan 18-kungacha davom etishi mumkin. O'rtacha olganda bu ovulyatsiya fazi 14-kunga to'g'ri keladi. 28 kunlikni oladigan bo'lsak 14-kunga. Ya'ni hammada har xil, kimdadir 13-kun, kimdadir 14-kun, kimdadir 15-kun. Ovulyatsiya fazasida, ya'ni tuxumdonda folikulyar yetildi, folikulyar yoriladi, folikulyardan tuxum hujayra chiqadi. Tuxum hujayra chiqib turib bachadon nayiga tushadi. Ya'ni 14-kun. O'rtacha oladigan bo'lsak 14-kun. Tuxum bachadon nayiga tushgandan keyin bu bachadon nayida tuxum hujayra 1 sutkagacha saqlanadi. Ya'ni 24 soatgacha saqlanadi. Agar shu davrda ayol bilan erkak qo'shiladigan bo'lsa, urug'lanish, ya'ni bachadon nayida tuxum hujayra bilan spermatozoid ko'rishi, urug'lanish yuzaga keladi. Agar bu jarayon bo'lmaydigan bo'lsa, urug'lanish bo'lmaydigan bo'lsa, keyingi bosqichga o'tadi. Keyingi bosqichimiz bu sariq tana. Sariq tana hosil bo'lish. Bu 19-dan 28-kungacha davom etadi. Bu bosqichda progesteron miqdori oshadi. Progesteron miqdori shu folikulyar yetilgan joyda sariq tana hosil bo'lishini ta'minlab beradi. Undan tashqari, agar urug'lanish yuzaga keladigan bo'lsa, bachadonda mana shu urug'langan tuxum hujayrani bachadonga yopishib olishini ta'minlab beradigan gormonimiz bu progesteron gormoni hisoblanadi. Hayz sikli shu 28 kunlikda tashkil etadi. Endi bu hayz siklini buzilish holatlari, dismenoriya holatlari yo bo'lmasa hayz yo'qligi, amneriya holatlari yo bo'lmasa shunga o'xshagan bir qancha buzilish holatlari bo'lishi mumkin. Agar hayz sikli buziladigan bo'lsa, bepushtlik yoki farzand ko'rmaslik holatlari yuzaga kelishi mumkin. Endi buni buzilish holatlari ko'proq gormonlar bilan yo bo'lmasa boshqa sabablar yo bo'lmasa bachadonda yo'lini torayganligi, to'silganligi yo bo'lmasa boshqa holatlar ham bo'lishi mumkin.